Assalomu alaykum, hurmatli Davr darvozasi kanali obunachilari, kanal mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana darvozalarni qisqacha obzorni qilib beramiz. Kanalda mehmon bo'lsanglar, bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi bu usta akamiz o'zining kanali, ozgina obzorni qilib beryapmiz billah. Xudo xohlasa mana qayerga ketyapti Abdulhat aka? Aka, bu darvozamiz xudo xohlasa Andijon Buloqboshiga ketyapti. Xo'p, aka-ukalar Andijon viloyati, qolaversa 12 ta viloyat bo'ylab yetkazib o'rnatib berish xizmatlari bepul. Usta akamiz o'zining kanali aytib ketdim, obuna bo'lib qo'ysanglar, kunda yangi videolarni ko'rib borasizlar. Qanaqa darvoza bu aka? Aka, bu ikkita aka-ukaning uyidan razmer o'lchab kelganmiz. Aka-ukaning uyiga o'rnaydi. Shtampovka Dubay fason darvozamiz aka. Bo'ldi. Kvadrat metrini o'sha full variantda qilib 630 ming so'mdan qilib berganmiz. Ertalabda xudo xohlasa o'rnatib beramiz. Xo'p, aka, endi qisqacha qilib 3-4 ta darvozani obzorini qilib bering bizga. Xo'p, aka, darvozalarimiz ko'p. 3-4 tasini obzorini qiladigan bo'lsak, mana shu darvozamiz ham hozirgi kunda trenddagi darvozalar. Aha. 1.2 listda bo'lgan, matviy kraskada bo'lgan, eshiklari ham mana addenni bo'lgan. Xo'p, eniga 390, bo'yiga 350 razmerda, metr kvadrati 550 ming so'mdan tayyor bo'lgan darvozalarimiz. Xo'p, eslatib o'tamiz, darvozalarga kraskasiga 5 yil, o'zini temiriga 15 yilgacha holatga qarab garantiyalari bor. Xo'p, bu-chi aka? Aka, bu o'sha Dubay fason darvozamizni shu joyda kraskalarni ham neobычный qilib sochilgan varianti, laklari ham o'sha glansviy, listlari ham, profillari ham baquvvatda bo'lgan ekan, 1 metr kvadrati 650 ming so'mdan tayyor bo'ladigan varianti. Xo'p, hozir bu yerda faqat 650 mingliklarmi? Xo'p, arzonlari ham bor ekan. Bunisi ham o'sha 650 ming so'mlik varianti. Joylariga tushib qolsa, o'rnatib ham beraveramiz. Eniga 3 metr, bo'yiga 3,5 metr darvozamiz. 3,5 metr. Bu-chi aka? Bu xo'p aka 630 ming so'mlik varianti. Razmeri-chi? Eniga 3,10, bo'yiga 3,5 metr aka. Bizda darvozalarning razmeri ko'p, bemalol aloqaga chiqib telefon qilishsa tayyor darvozalarimiz ko'p aka. Ma'qul kelganini o'rnatib beraveramiz. Bitta listni ham qo'shib qo'yaylik, iloji bo'lsa. Xo'p, aka. Listli darvoza so'ragan aka-ukalarimizga. Xo'p, mana bu aka o'sha trenddagi 2026-yil trenddagi taraf fason darvozamiz. Listlari 2 tal sinada bo'lgan, profillari 1.8, taglari shviller, yonlari ham 10 brusida, ya'ni 2,5 stinalisda bo'lgan. Shvillerdan xizmati yaxshi aka. Metr kvadratiga keladigan bo'lsa 1,2 million so'mdan tayyor bo'lgan. Mana bu ham mana aka yangilik darvozamiz. Hali uncha joyga o'rnagani yo'q. O'ta skromniy variantda chiqqan aka. Razmeri eniga 390, bo'yiga 360 razmerda bo'lgan. Listlari ham 2 qalinlikda, shumkalari ham 100% shumka bo'lgan aka. Metr kvadrati 1,3 million so'mdan tayyor bo'lgan darvozalarimiz. Bo'ldi, aka, men o'zim Vodiy bozor kanali adminiman. Bu videoni siz kanalingizga olyapmiz. Sababi mana o'zingiz aytdingiz, o'zimning kanalimga obuna bo'lib qo'yishsa, xudo xolasa, yangi videolar qo'yib turasiz o'zingiz ham. 12 ta bo'ylab yetkazib o'rnatib berish xizmati bepul. 5 yildan 10 yilgacha holatga qarab garantiya bor. Buyurtma qilishsa 15 kundan 25 kun atrofida holatga qarab darvozani katta kichiligiga qarab yasab o'rnatib olib borib berasiz. Xuddi shunaqa aka. Telefon raqamlar shu 94 010 30 30. Bu akamizning o'zining ustaxonasi. Bitta ichkarisini ko'rsatib qo'ysam bo'laveradimi? Bo'laveradi aka. Mana bu yoqda Samarqand fason desam, Taroq fason, xullas Telegramdan yoki WhatsAppdan murojaat qilsanglar 200 xildan oshiq katalogi bor. Endi bu yer o'zi ustaxona bo'lgandan keyin albatta barday bo'ladi, e'tibor bermaysizlar. Bu yer ish jarayoni bo'ladi. Hozirda o'zida darvozalarni olib chiqib berishda obzorni qildik. Aka, xudo xolasa nima deysiz obunachilaringizga mana? Xo'p, aka, bemalol obuna bo'lib qo'yishaveradi. Darvoza to'g'risida, kachalar to'g'risida, so'ri to'g'risida, temir sohasi bo'yicha yangiliklarni birma-bir tashlab boramiz, ko'rib borishaveradi aka. Bo'ldi. Temir mahsulotlar, ya'ni akamiz aytgandek, kachalar, so'ri, kazirok, darvoza hammasi bor. Buyurtma qilsanglar, xudo xolasa 12 ta viloyat bo'ylab bemalol o'rnatib berishaveradi. Like bosib, albatta akamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi biz mana 1 oyda bir yoki 2 oyda bir keladigan bo'lsak, akamiz lekin yangiliklar kunda qo'yib turadi. Xuddi shunaqa. Aloqaga chiqib ko'rasizlar azizlar. Ekranda 2 ta raqam qoldiramiz. Xohlaganinglarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Usta akamizning mehnatlarini kommentariyada yozib qoldiringlar va xolos.